Tug'ilganidan to 6 oylikgacha bo'lgan bolalarning xonasining harorati 22-24 gradus bo'lishi kerak. Muddatiga yetmasdan, ya'ni 9 oylikka yetmasdan turib tug'ilgan chaqaloqlarning xonasining harorati biroz issiqroq, ya'ni 24-26 gradus bo'lishi kerak. 6 oylikdan to 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning xonasining harorati esa 20-22 gradus bo'lishi kerak. 3 yoshdan keyin esa 18-22 gradus bo'lishi tavsiya etiladi. Bolalar yoshiga mos temperaturadagi xonada uxlasa, o'zini yaxshi his qiladi, yaxshi uxlaydi, aqliy va jismoniy rivojlanishi normada kechadi. Xona haroratidan tashqari havoning namligi ham katta ahamiyatga ega. Havoning namligi o'rtacha 40-60% atrofida bo'lishi kerak. Chaqaloqlar 75% suvdan iborat. Agar havoning namligi tushib ketadigan bo'lsa, chaqaloqlar tez suvsizlanadi, shilliq qavatlar quriydi. Bunday bolalar esa tez kasal bo'ladi. Qishda isitish moslamalaridan ko'p foydalanish natijasida havoning namligi 15% gacha tushib ketadi. Bu juda ham yomon ko'rsatkich va bunda havo quruq bo'ladi. Chaqaloqlar va bolalar uxlaydigan xona bir kunda 4 marotaba eshik oynalarini ochib shamollatilishi kerak. Хотя бы yo'q deganda 2 marotaba, ya'ni uyqudan turgandan keyin va uxlashdan oldin shamollatish shart 15-20 minut davomida.